Assalomu alaykum. Korean Grammar News kitobi bo'yicha navbatdagi grammatikamizni boshlaymiz. Xo'p. Bizda navbatdagi grammatika o'tgan zamon grammatikasi, past tense. Xo'p, o'tgan zamon sifatlarga qo'shilganda qanaqa bo'ladi va fe'llarga qo'shilganda qanaqa bo'ladi? Xuddi o'sha holatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, as-so'yo, o'z-so'yo bu o'tgan zamon grammatikasi. Bu qo'shimchalarni biz so'zning asosiga qo'shamiz, ya'ni ta qismini olib tashlab va as-so'yo yorug'unliklarga qo'shiladi, o'z-so'yo esa qorong'uliklarga qo'shiladi. Xo'p. Birinchi gapni o'qiymiz. Chon Kupek ilnyon samvol o'yire teonassoyo. Ya'ni mana bu joyda o'tgan zamon turibdi. Teonassoyo. Teonada bu yorug'unlik bilan tugagan hisobiga as-so'yo qo'shimchasi qo'shildi. Keyingisi ichon sanyon ore teakkoril choropessoyo. 2004-yil fevral oyida universitetni bitirdim. Ya'ni o'sha 2004-yil fevral oyi o'tib ketgan va o'tgan zamon qo'shimchasi cho'rop hada bilan tugagan fe'llar hessoyo bo'lib turib tugaydi. Xo'p, keyingi gapni o'qiymiz. Changnone kyoronесsoyo. O'tgan yili turmush qurdim. Bunda ham hadalik fe'llar har doim hessoyoga o'zgaradi. Xo'p, demak, qoidamizda o'zi bu grammatikani osonroq qilib o'rgatadigan bo'lsak, yuqorida o'rgatilgandek ayo, oyo qo'shimchasi qanaqa qo'shilsa, as-so'yo, so'yo qo'shimchasi ham xuddi shu tarzda qo'shiladi. Ya'ni a, o va yopiq diftonglar bilan tugagan fe'llarga as-so'yo qo'shamiz. Qolgan unliklarga esa o'z-so'yo qo'shamiz. Faqat hadaliklardan tashqari hadali fe'llarga biz yoz-so'yoni qo'shamiz va shunda bizda hess-so'yo hosil bo'ladi. Xo'p. Demak, bu nafaqat fe'llarda, balki sifatlarda ham xuddi shunaqa. Jadvalni ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana poda so'zi passoyo bo'lib ketadi. Ya'ni o harfi bilan tugagan hisobiga as-so'yo qo'shimchasi qo'shiladi. Mannada mannassoyo, tatta tadassoyo, shitta shisossoyo, sida sossoyo. Nega bu tarzda o'zgardi? Chunki bu noto'g'ri fe'l, ya'ni i pulkuchik unli harflar kelganda i harfi tushib qoladi. Xo'p. Itta isossoyo, chongso hada chongso hessoyo, ipxaq hada ipxaq hessoyo. E'tibor bering, hadali fe'llar hammasi hessoyo bilan tugamoqda. Xo'p. Keyingi jadvalga o'tamiz. Keyingi jadvalimiz misol uchun palda fe'li bu sotmoq degani. Xo'p, bu oxirgi harfi a bilan tugagan hisobiga as-so'yo qo'shamiz. Parassoyo, sotdim. Hammasi yuqorida aytgan qoidam bo'yicha ketadi, faqat mana bu fe'llardan tashqari. Bu fe'llar noto'g'ri fe'llar hisoblanadi. Misol uchun mo'ridada bu r i pulkuchik bo'lib, l harfi 2 marta ortadi, ya'ni mo'llassoyo bo'lib ketadi. Chupda yerdan biror bir narsani olmoq chuvossoyo bo'ladi. Puruda bu shishmoq yoki chaqirmoq, shunda pullossoyo bo'ladi. Xo'p, hadalik fe'llar yuqorida aytganimdek o'zgaradi. Xo'p, demak, bu sifat va fe'llar deydi. Ana endi biz o'tgan zamon shakli otlarga qo'shilganda qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni nounlarda. Misol uchun kanosa so'ziga patchin bo'lmagan hisobiga yoz-so'yo qo'yiladi. Shunda kanosa yoz-so'yo. Hakseng, agar patchin bo'ladigan bo'lsa, yoz-so'yo qo'yamiz. Shunda haksengda patchin borligi hisobiga hakseng yoz-so'yo. O'quvchi edi deb tarjima qilinadi. Xo'p, xuddi shuni negativ shakli bor. Misol uchun o'quvchi emasdi yoki bo'lsam hamshira emasdi deydigan bo'lsak, iga anida qo'shimchasini qo'shamiz. Shunda iga anyossoyo bo'ladi. Ya'ni kanosaga anyossoyo, hamshira emasdi. Haksengi anyossoyo, o'quvchi emasdi. Demak, bu holatda iga qo'shimchasi patchin bor yoki yo'qligiga qarab o'zgaradi. Gapni o'qiymiz. Oje mo hessoyo. Kecha nima qilding? Kongbu hessoyo. E'tibor bering, hadalik fe'l hessoyoga o'zgardi, ya'ni o'qidim. Toyo ire yong'oril passoyo. Shanba kuni kino ko'rdingmi? Ne passoyo, chemi sossoyo. Ha, ko'rdim, qiziqarli edi. Chumare mo hessoyo. Dam olish kunida nima qilding? Umagil trossoyo. Ashula eshitdim. Xo'p, check out qismiga o'tamiz. Bizda chuda fe'li va poda fe'llarini bermoqda. Xo'p, demak, chuda va poda fe'llari
o'tgan zamon qo'shimchasi qo'shilganda ikki xil holatda yozilishi mumkin, lekin talaffuzi bir xil bo'ladi. Misol uchun chudafiliga ossoyoni qo'ysak, chuvossoyo birinchi shaklda yozishimiz ham mumkin, ya'ni ajratib chuvossoyo deb qo'shib yozishimiz ham mumkin. Podafili ham xuddi shunaqa, ko'rmoq poassoyo deb yozsak ham bo'ladi yoki diftonga aylantirib poassoyo desak ham bo'ladi, ikkalasi ham to'g'ri. Lekin odafilida o'tgan zamon qo'shimchasini qo'shganimizda alohida qilib yozib bo'lmaydi, bu xato bo'ladi. Ya'ni vassoyo difton holatida ishlatilishi kerak.